Vatandaşlar, hammadan uzr so'rayman. Şu oilaviy mojaromni deydi hammaga tarqatgani uchun o'g'limdan, yerimdan ham kechirim so'rayman. Bu voqeaga ancha bo'lganida endi bizlar yaxshi yashab yuribmiz mana. Hammadan kechirim so'rayman. Iltimos tarqatmangizlar. Sizlardan kechirim so'rayman. Endi boshqa qayta olmaydim, bizlar yaxshi yashayapmiz. Nima deydi bu? Bizlar ko'rolmayotganlar tarqatib bergan buni. Buni olsa ham o'sha yerda tashlaymiz. Ko'rib turgan Buxoro munosabatlar O'ylangan shunday hokim bo'lmaydi. Kuningizga yaraydi erta. Shu kuningizga yaraydi erta. Bu barqa o'ziga yaramoqda. Qoching. O'zingga yaramoq. O'ldirdingiz. Yaqinkin telefonni.